Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Namangandamiz Saxovat guruhi fidokorlari bilan uchrashuvdamiz. Bu birodarlarni ko'rib, duolarini olib, xalq xizmatida, millatni ravnaqida harakat qilayotgan birodarlarni sizlarga ham jonli muloqotda tanishtirmoqchiman. Bu kishi Ma'rufxon domlamiz, Namanganda ahli ilmlardan va shu kishi va bu kishini atrofida fidokor bo'lgan Namangan ahlidan yoshlar, ya'ni o'rta yoshlilar, kichik yoshli bolalar ulkan bir harakatni boshlashgan. Mendagi xabarlarga ko'ra 132 tami? 132 ta yetimi bor xonadonga hozirgi kunda bino qurilyapti. Uy, ha? 3 qavatli bino, ya'ni fundamentlari bitgan, harakat bo'lyapti. To'g'rirog'i bu ishga mutasaddi odamlar ham ya'ni qo'shilib turibdi. Biz orqanglardamiz, qilinglar. Xayriya to'planib shu ishni harakatda bo'linyapti. Undan tashqari har qaysi kunda qilasizlar? Kunliga. Kunliga o'sha 50 ta atrofida murojaatlar bo'ladi. Oyda 2 marta doimiyligimiz bor. Unda misol 150 ta atrofida 2 marta bo'lib qolgan to'plam mana shunda. Xayriya qilmoqchiman, pulimni o'rniga, joyiga sarflamoqchiman degan odam ko'p. Va ko'p puldor odamlar pulni topishga topdi-yu, tarqatishlikka kelganda o'rnini topa olmayapti. Shunaqa odamlarga Namanganda mana shunaqa o'rni, Saxovat guruhi bor. Ishonchli odamlar, ahli ilmlar nazoratida, ahli fazillar xizmatda. Inshaalloh saflagan pulingiz sadaqa joriy ham bo'ladi. 132 ta xonadonga uy qurilyapti. Olamshumul hodisa. Inshaalloh bu bitib qolsa, sarflagan pulingizdan bitta g'ish shu binoga qurilib qolsa, inshaalloh to shu g'ish nurat yo'q bo'lib ketguncha savob, ajr yetib boradi. Bir inson o'zini Alloh nazdida maqomi nimaligini bilmoqchi bo'lsa, hozir uni nima bilan shug'ullantirib qo'yganiga qarash kerak. Alloh taolo shunaqa xizmatga qoyim qilib qo'yganidan inshaalloh umid bo'ladi, Allohning do'stlariga nasib qiladi bunaqa narsa. Sizlarning duolarni olsak, keyin bizga imkon bersanglar yursak. Oldin bularga ozgina juda ishtiyoq bo'lib, ruhiy ochiq turishibdi. Maşallah. Siz o'shangizga ehtiyoj qilishingizdan biz sizga o'xshagan ahli ilmlar oldida bizga biz endi eshitamiz inshaalloh. Sizam xursand bo'lamiz. Ahli ilmga muhabbatlik hammasi. Bu yerda xursandligimiz ko'plari hammasi alhamdulillah o'ziga to'q o'sha tadbirkor yo bo'lmasa tadbirkorlar farzandlari kelganlardan, ayniqsa yoshlardan shunaqa fikrlar chiqqan. Shuncha yoshga kirib hayotda bunaqa lazzat tatmaganda deb bo'shasa shu shay kerak. Kechasi ham ketib mayli. Islom dini mansublari duoni yig'ishtirib qo'yib faqat sababni orqasidan ketadiganlar emas. Ham sababni ushlab, ham yonida duosi bilan ketadigan millat. Umar radhiyallohu anhu bir masjidga kirsalar, bir to'da odamlar masjiddan chiqmay o'tirgan ekan, zikr qilib, nima qilyapsizlar desalar, biz Allohni zikr qiluvchi zokirlarmiz. Rizqchi desalar, unga Allohga tavakkal qiluvchilarmiz deyishdi. Shunda qo'llaridagi xipchin bilan urganlar. Tur chiqlaring hammang masjiddan, Alloh taolo rizqni qidirishga buyurgan. Bu yerda o'tirganlaring bilan sanda ajr olmaysan deganlar. Payg'ambar alayhissalatu vassalam aytadilar, "Xoyrun nas anfa'uhum lin-nas" deganlar. Odamlarga eng yaxshi odam manfaat beradigan odam. Endi avlodlarimiz, ajdodlarimizdagi vaziyat ham shu. Imom Buxoriy qilgan narsa uyda o'tirgan uchun bo'lmagan. Bismillah deb turgan, shu millatning tarbiyasini olib, Makka mukarrama Madina munavvaraga borib, hadis ulamolaridan harakat qilib, ilmni olib kelib, bizda keyin madfun bo'lgan. Endi tasavvuf ruhiy tarbiya. Nima uchun islomga muxolif jamoalar tomonidan tanqid qilinadi? Chunki tasavvufni o'ziga mansub degan odamlar siyosatga aralashmaydi. Ya'ni martabaga intilmaydi. Odamlar ichidagi hukmga intilmaydi. Bu jihati
ularni xalq ichidagi muhabbatiga sazovor bo'ladi. Nimaga? Ular eng quyi tabaqadagi odamlarga xizmat qiladi. Mana hozir sizga bir yetim telefon qilsa, uni hech kim yo'q. O'zga yaxshilik qilsangiz, u sizni maqtasa, hech kim eshitmaydi ham. Maqtovidan siz manfaat olmaysiz-da. Odamlar ko'pincha bir narsani qilsa, rahmat deyishini kutadi. Unga kim yaxshilik qiladi? Qalbida ruhiy tarbiyasi bor odam yaxshilik qiladi. Eng xolis xizmat shu. Mana shu vaziyatni ahli tasavvuf, ruhiy tarbiyaga muntasib bo'lgan odamlarni shuning uchun tashqi isyonkor siyosatchilar yomon ko'radi. Nega bulardan o'zini millatiga qarshi isyonkor chiqmaydi-da. Ular nima bo'lsa ham isyonkorlarni chiqarish xohlaydi. Isyon qilsa, oyoqqa ko'tarilsa, mitingga qatnashsa, nima bo'ladi? Qatnashganlar qurbon bo'ladi, ular kelib hukumatda oladi. Keyin o'zini programmasini, o'zini rajonini qo'ymoqchi bo'ladi. Unga xizmat qilmaydi ahli tasavvuf. Ahli tasavvufni xizmat qiladigan yagona manhaji, tariqati Alloh taoloning yo'liga xizmat qiladi. Rasulullohning sunnatlariga xizmat qiladi. Eng quyi, ojiz, ya'ni zaif tabaqaga borib xizmat qiladi. Bu xizmatni Alloh taolo shu bugungi zamonamizdagi mas'uliyati zimmangizga yuklanayotgan ekan, buni jiddiy deb qabul qilish kerak. Alloh taolo nasib qilib turgani katta gap bu, tavfiq bu. Alloh taolo hidoyat beradi, hidoyatning yonida tavfiq bo'lish kerak. Agar hidoyatning o'zi bo'lsa, u tavfiq bo'lmasa odam hidoyatli bo'la olmaydi. Unga erisha olmaydi. Masalan, ba'zi odamlar bor, namoz o'qimoqchiman deydi, o'qiy olmaydi. Shunaqa muhitga tushib qolgan. Tavfiq yo'q unda. Alloh taolo o'shanga tavfiq so'rash kerak Allohdan. Ey Allohim, seni ibodatingga meni loyiq qil, seni ibodatingga meni munosib qil deyish kerak. Tavfiq u. Hatto yig'ilib o'tirib shu ishga labbay deb turishlik uchun hammaga ham murojaat qilinmayapti. Buni voridat ham deydi. Voridat Alloh taolo qalbingizga soladiki, siz harakatga kelasiz. Qalbingizga solmasa harakatga kelmaysiz. Alloh taolo sizni sergak qiladiki, bomdodga turasiz. Alloh taolo o'sha xizmatni mushtoq odamlarning qalbiga sizni soladiki, sizga telefon qiladi, sizdan iltimos qiladi. Buni odam o'zini ne'mati deb bilmas kerak. Alloh taoloning imtihoni ne'mati deb bilish kerak. Qur'oni Karim, hadis-i shariflar payg'ambar alayhissalatu vassalomdan ummatga yetkazilar ekan, o'sha vazifalarning aksariyatida fityatun amanu, iymon keltirgan yoshlar xizmat qilgan. Iymon keltirgan yoshlar. Sa'd ibn Mu'az radhiyallohu anhu 30 yoshida iymonga kelgan. 36 da vafot topgan. Ibn Abbos 7 yosh, Ibn Umar 6 yosh, Hazrat Ali 8 yosh. Men misol aytyapman. 9 yosh, 12 yosh, 15 yosh. 12 yosh bilan 15 yoshli bola janjallashardi, men jihodga chiqaman deb. Hozir 12-15 yoshli bolalarimiz nima qilib yuribdi? TikTokda yuribdi. Misol uchun. Tavfiq bunaqa narsada bo'ladi. Sizlar qilayotgan ish olam shumul ish. Butun dunyo yig'ilib kelsa, bu tavfiqqa erisha olmaydigan ish. Bunga nima bilan erishdingiz? Allohga bo'lgan tasavvuf, ruhiy tarbiyangiz bilan erishdingiz. Aslida. Boshqa odamga nasib qilmayapti bu. Buni mahkam ushlash kerak. Ustozlarni etagini mahkam ushlash kerak. Ustozlarimiz shuning uchun bizga qadrli. Ular bizga yo'l ko'rsatadi. Ularni aytgan yo'llari kitob va sunnatdan bizga ma'no bo'ladi. Unga ergashib inshaalloh rohatda olamiz. Bir odam kelib payg'ambar alayhissalatu vassalomga qalbim qattiq degan, shikoyat qilgan. Yig'lolmayman, qalbim qattiq meni degan. Shunda payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Yetimni boshini sila dedilar. Yetimni boshini sila, unga taom ber, qalbing yumshaydi dedilar. Yetimni boshini silash, unga taom berish, uni holidan xabar olish insonning qalbini yumshatadi. Ibn Qayyim aytadilar, Alloh taolo bir bandani azoblamoqchi bo'lsa, qalbini qattiq qilib qo'yadi. Qalbi qattiq odamda nasihat kor qilmaydi. Nasihat kor qilmaydigan odamdan yaxshilik joriy bo'lmaydi. U odamning ahvoli og'irlashadi. Qalbingizni yumshoq bo'lishligi katta ne'mat bu. Payg'ambar alayhissalom yana aytdilarki, iymonli ekanligingizni qanday bilasiz deganda, yaxshilik qilsangiz xursand bo'lsangiz. Bir yomonlik qilib qo'yganda qalbingiz g'ashlansa, mana shu iymon dedilar. O'sha xursand bo'lib ketib, shunaqangi davralarda qalbingizga bir jannatli bog'chalaridan yurgandek
hissiyot kelyaptimi? Iymon muborak bo'lsin. Alloh taolo bu iymonimizni ketar chog'da ham olib ketishimizga nasib qilsin. Qalb yumshoq, haqiqatda ko'p kuzatgan narsamiz shu bizda nima borki, shablon o'sha nima qilinadi-ku, yigitni seriya bo'lmasa. U fidokorlik shu darajada ekanki, iloji bo'lsa, so'ragan kishini quruq qaytarmaslik. Otasi bor ekan, yo bir aka-ukasi bor ekan desa, bir yo'nidan bo'lsa ham ke shuni. Shu jup puli oshibda shu yursa hijolat qilib, bizga telefon qilib murojaatdan chiqmaydi-ku deb. Shunaqa oralarimizda o'zi yo'nida sarflab o'shani quruq qaytarmaylik deb ba'zi bir xizmatlarini qilib, yo bo'lmasa shu hamma narsani saxovatga yuklayvermaylik deb shu ba'zi bir xonadonlarga o'ylanib qurib nima qilib berishyapti. Ajoyib, haqiqatda tasanno qoladigan holat. Bu shunday Xudo taoloning mehribonligi shunaqa kishilarni biz ichimizga qo'shib qo'ydi. Asli unaqa holatga bu kishilarning ichida turishga arzimasak ham, bu ishni o'zi shunaqa xayrli ishlikka dalolat bo'lsa kerak deb o'ylab turibmiz endi. Keyin ko'proq duo ham qilish kerak. Duoda ya'ni g'ofil qolmaslik kerak. Bunaqa ishlarni orqasidan Alloh taolo so'raganingizni beradi. Ya'ni himmatni baland qilib, juda katta narsalarni so'rash kerak. Katta himmat qilganga Alloh taoloning xazinasi keng va Alloh taolo ojiz zot emas. Ba'zi xabarlar bor, bu Isroiliyotda kelgan ibrati muhim. Ibrohim alayhissalatu vassalom o'ta mehmondo'st bo'lganlar. Umrlarida biror marta mehmonsiz taom yemaganlar. 3 kunlab, bir haftalab och yurar ekanlar. Allohdan so'rar ekanlar: "Ya Alloh, menga mehmon jo'nat berganlar, qonni boshqarib ketadi." Yemas ekanlar. Shu darajada mehmondo'st ekanlarki, har bir kun aytdilarki: "Ya Alloh, bu ilohiy kitoblarning hammasida oxirgi payg'ambarning bashorati bor. Injilning ma'nosi nima? Bashorat o'zi. Injil o'zi nomi payg'ambar alayhisalom bashorati. Ular bekityapti-yu, bekita olmaydi. Asl bashorat payg'ambar alayhissalomda. Odam alayhissalatu vassalom jannatda payg'ambar alayhissalom ismlarini ko'rgan va so'ragan shu ummatimdan oxirgi payg'ambarligi to'g'risida. Ibrohim alayhissalom ham bilardilar. Ya Alloh, shu oxirgi payg'ambarning ummatini ham mehmon qilay deganlar. Deganlarida endi siz bunga yetib bormaysiz. Ya Alloh, sen qodir zotsan, qodirsan deganda shu asarlarda bor shu. Alloh taolo tuzni bergan. Tuzni xususiyati nimaga tushsa tuz bo'ladi. Har bittamiz tuz yerkanmiz, Ibrohim alayhissalom mehmoni bo'lamiz. Himmatni qalay balandligini. Katta orzu qilgan, hozir qiyomatgacha kim tuz yesa, Ibrohim alayhissalom mehmoni bo'ladi. Alloh bir ne'mat o'laroq tushirgan. Dastlab tuz bo'lmagan ekan-da. Odamlar kunduzi yulduzni ko'rgan ekan. Tuz yeb ko'zimiz sal ojiz bo'lib qoldi. Lekin himmatni baland qilish ma'nosida. Juda katta narsani so'rang. Siz tasavvur qila olmaydigan narsa Alloh taologa oson. Butun dunyodagi yetimlarni qaramog'imga olayim. Butun bu Afrikadagi och yurganlarni holidan xabar olayim. Butun O'zbekistonni obod bo'lishiga, millatning oyoqqa turishiga xizmat qilay deydi. Alloh taolo shunday sabablarni atrofga keltiradi. Katta narsani maqsad qilib so'rayvering. Ayniqsa yaxshi ishni tepasida. Qur'on o'qigandan keyin duo ijobat, xatmdan keyin duo ijobat, namozdan keyin duo ijobat. Ular ibodat ruhiy jihat. Shu bilan birga yetimni boshini silab, miskinni holidan xabar olib, g'amga tushganni g'amini ketkazib, bir musulmonning qalbiga surur kirgizib orqasidan duo qiling, Alloh taolo qaytarmaydi. U duo qilganda lekin kichkina narsa so'ramaydi. Katta narsa so'rang. Bizda ham tashvishlarimiz bor, bizni ham haqqimizda duolarni eslaymiz inshaalloh. Bizni ham mahrum qilmanglar. Savollar bo'lsa beravering, Vadimat. Ustoz, hozir sizning gapingizga ko'tarilib ketamiz endi shunaqa o'zimiz shunaqa baxtli odamligimiz ham deymiz-ku. Biz ham bir narsa qiynab turadi-da, asli dushman ichimizda-ku, ujub riyo, suma ba'zilarga qilayotgan ishlarimizda buyukligini o'zimizcha sezib, sen yaxshisan degan ichimizdan narsa kelib qolmasligi uchun, bu ishni to'xtatib qo'yadi. Shunga bir
dushman ichimizdan hamla qilmaslik uchun bir nasihatlarni qilsangiz ham bir baxtiyor bo'lardik. Endi o'sha ujub, riyo, sum'a kabi narsalar, ujub ajablanish, o'zidan o'zi ajablanish. Shu qilayotgan ishimni men qilyapman degan kasaldan kelib chiqadi u. Uni Allohning tavfiqi bilan bo'lyapti deb shukr qilish va bu tavfiqni yo'qotib qo'ymaslik uchun duo qilish insonni ujubdan yo'qotadi. Ya'ni ujubdan xalos qiladi, qutqaradi. Riyo odam ko'rsin uchun qilinadigan ish. Bir narsani qilganingizdan keyin falonchi ko'rsin deyish. Falonchi, hatto o'zingizdan ham faxrlanib qolish ujub bilan riyoni qo'shma korxonasi. Bundan qutulish maxfiy ibodatlarda bo'ladi. Qilgan yaxshiligingizda sizni maqtash imkoniyati bo'lganda mavzuni chekkaga surib olishlik. Yo aslida bu kishi qilgandilar. Biz faqat nimamiz? Vositamiz. Asli buni qahramonlari orqali sizlar bilmaysizlar. Biz faqat iltimos qilishyapti, qilyapmiz. Riyodan qutqaradigan narsa amallarni maxfiy qilish. Ya'ni nafil amallarni maxfiy qilish. Ko'pchilik mana saxovatda ham bo'lyapti, biz mehr 20-20 guruhimizda ham bo'lyapti-da. Qilgandan keyin majburmiz jonli efir qilishimiz kerak, video obzor qilib tarqatishimiz kerak. Sababi xayriya ihson qilayotgan odamlarga bir ma'noda bu, ya'ni отчет, ya'ni hisobot berishlik uchun ham qilinadi. Chunki biz o'zimiz pul bermayapmiz, faqat shuni bergan odamlar ishonib topshiryapti. Xayriyani maxfiy qilish kerak. Xayriyani maxfiy qilishlik kerakligi hikoyasi, ya'ni dalili hammaga ma'lum, biz ham bilamiz. Bu bizniki emas-ki, maxfiy qilsak. Biz faqat o'rtachilik qilyapmiz. U berayotganlar haqiqiy qahramonlar. Ular maxfiy qilyapti. Ko'pchiligi shunaqa deydi, nomimni aytmang deydi, tashab ketadi. Surishtirmaydi ham ular. Ular haqiqiy iymoni sobit odamlar. Qiyomatda bari ko'raman deydi. Topshirib qo'ydim, siz oldingiz mas'uliyatni deydi. O'shanday bo'lgandan keyin, siz bilan biz bu masalalarda omonatdorlikka ham javob beramiz. Omonatdorlik ham bor. Agar siz bo'lmasangiz, Alloh boshqasini o'rningizga keltiradi. Sizni muvaffaq qildimi, mahkam turish kerak. Mendan savol bor. Shuni bedin hozirda rivojlanmagan, Toshkentda korzinkalarda hozir nakopитель beradi-ku. Unda bozor qilib ketsangiz 1% pul tushirib beradi. Xabaringiz bo'lsa kerak. Shuki biz klikda ham shunaqa qilib qo'yib 1% cashback qilib, shu pullar to'planib ma'lum miqdorda to'planganda shuni ishlatsa bo'ladimi? Endi fiqh masalasida men O'zbekistonda Namanganlik bir Ma'rufxon degan domla bor. O'sha kishidan ostirib deyman. Korzinka Toshkentda bilib qilmagan. O'sha kishini ko'rganimni so'rab olasiz. Har narsani o'zini qadrini qo'yish kerak o'rniga. Men endi bilgan fiqh masalasida gaplashgan, suhbatlashgan odamlarning ichida, ya'ni shu Namangan ulamolar ancha pesh qadriga yetish kerak, ziyoratini qilish kerak, duosini olish kerak, xizmatini qilib qolish kerak. Yaqinda Misrga ham borib keldik, ulamolar ko'p. Lekin har bir davrni, zamonni, makonni o'zini ulamosi bo'ladi. O'shalar pesh hisoblanadi va ulardan foydalanib qolish kerak. Shunda ularning qadrini ham yetgan bo'linadi. Ilmni ham zakoti bor-da, so'ramasangiz odam esdan chiqadi. Shunda ko'p bizga savol berishadi-da. Shuni oshkoramiz bekitib qilsanlar degan savollar ko'p tushadi. Shunga bir misol keltirib nima qilyapsiz? Hali aytgan gapimiz Alloh taolo Qur'oni Karimda va in tubudus sadaqati fa ni'ma hi degan. Sadaqatlarni oshkor qilsangiz naqadar ajoyib degan. Va in tukhfuha fa huwa khayrul lakum. Maxfiy qilsangiz u sizga yana ham yaxshi. Ibn Kasir buni tafsirida tubudus sadaqatni farzlarga aytgan. Zakotlarni, farz ibodatlarni oshkor qilishlikda naqadar ajoyiblik bor. Birinchidan targ'ib bor, ikkinchidan zakotni qayoqqa yetib borayotganligini ya'ni taftish qilish bor, ya'ni aniqlab olish bor. Zakot berayotganingizda bu zakot deb e'lon qilsangiz, olayotgan odam kambag'al bo'lmasa aytadi sizga, "Yo, men zakot ola olmayman" deydi. Demak, zakotingiz o'rniga ketmay qoladi. Shuning uchun oshkor qilsin deydi. Shu bilan birga boshqalarning yaxshiliklarini zikr qilishlikka ma'murmiz. Boshqa bir odam sizga yaxshilik qilsa, uni zikr qilib qo'yishlik o'sha odamga yaxshilik. Eng kamida o'zini haqqiga duo qilish kerak.
jazakallohu xayron deyish kerak eng kamida. Bo'lmasa uni miqdorida yaxshilik qaytarish kerak. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Salomgaki Alloh taolo undan afzalini qaytar degan. Yo'q deganda o'zini qaytar degan. Salomgaki endi moliyaviy yordam bo'ldi, boshqa narsa bo'ldi, hech yo'q tashakkur aytish kerak-da. O'sha tashakkur bizniki. Hisobotlarimiz tashakkur. O'sha xayriya qilgan odamlarga alohida insonga nisbatan shukri bu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Allohga shukr qila olmaydi odamlarga tashakkur aytmagan. Insonni yaxshiligini qabul qilish kerak. Negativni ko'raverib odamlarning ko'pini fikri buzildi. Negativ payg'ambarlarning tabiati emas. Har bir narsadan negativ qidirish, ya'ni salbiy xislatni qidirib topish payg'ambarlarning sunnati emas. Payg'ambarlarning sunnati negativlar, salbiyatlar ichidan ijobiy narsani qidirib topish. Makkaning davridagi jamiyat zinoga, riboga, qimorga, qatlga, zulmga botgan edi. O'sha joydan gul ekdilar, ko'kartirdilar, katta daraxt bo'ldi, hozirgacha meva beryapti. Asallar undaq eding, sen bundaq eding deb hammani faqat negativ tomonini gapiraverganda edi, ish o'xshamasdi. Ozgina yaxshiligi bor odamni haqqiga hatto duo qilardilar, mushrik bo'lsa ham. Mushrikning haqqiga duo qilganlar payg'ambar alayhissalom. Hidoyat bergan Allohim deb. Hazrati Umar bilan Abu Jahlning haqqida duo qilganlar. Ey Allohim shu ikkisini iymonga kelib islomga quvvat bo'lsin deb. Duo Hazrati Umarga nasib qildi. Iso alayhissalatu vassalom o'zlarining havoriylari bilan ketib tursalar, bir joyda o'limtik yotibdi, sasib yotgan, chirib yotibdi. Havoriylar aytdi, bundan ko'ra sassiq narsani ko'rmadik deydi. Deganda Iso alayhissalom buni tishini oqligini qaranglar deganlar. O'shani ichidan ijobiy narsani topganlar ya'ni. Payg'ambarning sifati. Alloh taolo eng og'ir paytlarda payg'ambarimizga "Wala tahzunka qawluhum" degan. O'sha salbiy hujumlar, salbiy tuhmatlar bularga xafa bo'lmang, mahzun bo'lmang degan. Bu gaplar bo'ladi. Qilgan yaxshiligingizni salbiy jihatlariga urg'u berishga harakat qilishadi. O'zlari qilish olmaydi, qilganni ko'rish olmaydi. Biz ham nima deymiz? Battar bo'linglar deymiz. Biz shunaqa qilamiz. Iltimos qilishda shu hozirgi yoshlarga yaxshi maslahatingizni bering. TikTokchilarga Instagramdan bo'ldi savol. O'zi yoshlar to'g'risida har doim yoshlar buzilib ketyapti, yoshlar aynib ketyapti degan gap ko'pda. Bugungi kunga kelib yoshlar ancha aynib ketdi deb. Fir'avnning ana piramidasi bor, shuni eski ichkarida Fir'avnning piramidalari 4000-5000 yillik anaqa. O'shanda ham xatlar chiqqan ekan. O'shanda ham yoshlar aynib ketdi degan. Bu yoshlarni jilovda ushlab turishni aytiladigan gap, lekin yoshlar isloh bo'layotgani ham ko'p. Va yoshlari isloh bo'layotgan millatning kelajagi buyuk bo'ladi. Yoshlari jamoatga qatnayotgan, yoshlari nima xizmat menga deydigan millatni kelajagi buyuk bo'ladi. Yoshlar yoshlikni ne'mat ekanligini, qaytib kelmaydigan ne'mat ekanligini sezish kerak. Bilish kerak. Yoshlarni harakati qolganlarga motivatsiya bo'lish kerak. Kattalar nima qiladi? Duo qiladi. Yo'l ko'rsatadi, maslahat qiladi, nasihat qiladi, bo'ldi, boshqa gapga yaramaydi. Yoshlar asosiy, ya'ni lokomotiv, asosiy poyezdni tortadigan narsa. Shuning uchun yoshligingizda ko'zingiz ochildimi? Bu ham katta ne'mat. Qiyomat kunida 7 toifadan bittasi Allohning arshi bilan soyalanadi. 7 toifa. O'shalardan bittasi shabun nasha'a fi ibadatillah. Allohning ibodatida o'sgan yoshlar. Bu qanaqa xayriyalar? Bu bitta narsa bizda kashf ko'p narsa bo'ldi deb edi. Hozir bu ham yoshlarga ta'lim o'shanga olib keldilar. Bular bola haligi nimaga maktab yoshiga chiqmagan go'daklarimizni bizni saxovatni kuzatib, o'yinlardagi ota-onalari ham hamma saxovat bilan kuzatib, shuning ichidagi o'tgan xayriyani kuzatib nima qilsa bo'lar ekan degan so'zlardan ta'sirlanib, yoshlarimiz bunaqa narsa juda ko'p keldi bizga. Bu bitta ikkitasini qo'yib ketib qolibdi.
Shu bizni ham saxovatga olib borasiz, biz ham mana shu narsani. O'zi asli velosiped yo bir narsalarni olgan yig'ibgan, yo bo'lmasa bittasi abomlarni hajga olib boraman yo boshqada. Shu hammasi kelib nimaga bir nima qildida, otangiz olib keldilar, o'shani ber dedilarmi yo'q? Men o'zim olib keldim. Bir hafta, 2 haftalab yig'lab olib borasiz deb. Keyin shu kim nima qilaylik desa, o'sha otasi yo'qlarga beringlar deb, yo bo'lmasa otasi yo'qlarga o'y qurib beringlar. Haligi o'yda nima bo'lsa, o'sha haligi abawahu bihavdani yo'insa. Shu haqiqiy bizda isbotini ko'rdik-da. Haligi bolalarni aynib ketyapti degan savollarda ham biz ko'proq bir shunday xulosaga keldikki, aslida emas, o'zimizda ayb ekan. Sababi chunki hozirgi kunda ozgina bir o'zimiz o'rnab bo'lmasak ham shunaqa xayr ishlarni tashkil qilinsa, bolalar labbayda bizni hijolat qiladigan darajada boya aytdim-ku, xizmatda. Shu eng asosiy o'rnaligini bekorga aytilmagan ekan, Qur'onda ham o'rnalikda chiqardi ekan. Mashalloh. Uni Oysha degan qizimizniki ekan, saxovat degan guruhni yozib qo'yishib, yoniga Oysha degan ismlarni yozibdilar. Mana shu himmat, yosh bolalardagi himmatni tarbiyalash ota-onaning zimmasida, domla aytganlari to'xtatadi. Himmat o'zi topganini qaysi miqdorini berish bilan bilinadi. Pulli miqdorda emas gap, o'zidagi bor narsani miqdori bilan. Alloh taolo Allohga qarz beringlar va aqridulloha qardan hasana oyatini nozil qilganda Alloh taolo qarz so'rayapti bizdan deb o'sha Beyruhoni Sa'd ibn qaysi sahoba edi? Sa'd roziyallohu anhu qaysi birlaridir? O'zlarini Beyruho degan bog'larni sadaqat qilganlar. Beyruho payg'ambarimiz bah deganlar. Ajoyib sadaqat bo'ldi deganlar. Shunda Abdurrahmon ibn Avf 4000 dirham olib chiqqan ekanlar. 200 dirham nisob. 4000 dirhamni bilavering. 200 dirham taxminan 2000 dollar. Shuni 10 ga ko'paytirsin, 2000 20 ga ko'paytirasiz. 4000 dirhamni olib kelib qo'ygan ekanlar payg'ambar alayhisalom oldilariga. Bu qancha deganlarida yana shuncha qoldi uyda degan ekanlar. Yarmini olib chiqdi. Bir sahoba, kambag'al sahoba. Uyda 4 dona xurmosi bor ekan. 4 dona xurmo. Shuni 2 donasini olib kelgan ekan. Ikkitasi uyda qoldi, iftorlik kerak. Ayolim bilan menga. Ikkitasini Alloh qarz so'rayapti, beryapman degan. Deganda munofiqlar malomat qilgan ekan. Abdurrahmon ibn Avfga pulini maqtayapti, ko'z qilyapti deb malomat qilgan. Narigi sahobaga shuni 2 ta xurmosiga Alloh muhtojmi deb malomat qilgan. Shunda payg'ambar alayhissalom vassalom ajruhuma sawa deganlar. Ikkalasini ajri bir xil. Chunki ikkalasi ham uydagi bor narsasini yarmini olib keldi-da. Bir xil. Mana bu bolalar, mana bu qizchalar Alloh taolo dunyoda ham ota-onasi baxtini ko'rsatsin. Ummatni qahramonlariga onalik qilish sharafini bersin. Shular o'zi topgan narsasini olib kelganda, bulardagi himmatni mana shunday tarbiya qilish kerak. Aytganingizdek ota-ona ta'sir o'tkazadi. Bola keyin shunday tarbiya topadi. Keyin katta bo'lganda butun millatga borini fido qiladigan odam bo'ladi. Alloh taolo bu bolalarni tarbiya qilgan ota-onalariga ham ulkan ajrlar bersin. Dunyoda asosiy bularni o'sha o'rnak o'tgani ayollar. Kuniga biz o'sha binoyimizni go'yo tilladan qo'yapmiz-da. Inshaalloh. Kuniga o'sha bilak uzuk, baldo nimaga desa shu o'y qo'yayotgan ekansan yetimlarga o'shanga deb shuni bolalar ko'rayotganda onasi ba'zilar bir donagina uzugi bor haligi holatdagi ehtiyoji nima ham shuni berib yuboryapti-da. Shuni ko'rib tarbiya topgan bolalarda bular inshaalloh. Alloh o'zi muborak qilsin. Inshaalloh bunaqa xizmati bor millat inshaalloh. Bugun har kun ajoyib. Mashalloh. Keyin tilladan keyin Qadimgi tilladan ekan. inshaalloh. Ayaxonimiz buni ekkigan kishi bir ovqatdash olib keldilar. Bir yaxshilik kunga ishlataman deb astab yurgan ekanlar. Keyin tarmoqni ko'rib aytganimizki, bundan yaxshilik kun bo'lmasa kerak. Men qanaqa qilib oqtaraman deb
Ashuni beribdilar. Mana shu narx qanchaligi bo'lishidan qat'iy nazar, aslida bu bebaho narsa mana shu narsa. Bu jamoani tagida turgan fundament mana shu. Bizning sarmoyamiz shu. Chunki shunaqa qimmatli millatning ichida ekanmizmi? Onalar shunaqa qimmat qilyaptimi? Bolalar shunaqa qimmat qilyaptimi? Qo'rqmasdan oldinga qadam bosaverish kerak. Biz yiqilmaymiz inshaalloh. Mas'uliyat yuklanar ekanda. Inshaalloh. Mas'uliyatni ado qilsak bo'ldi. Alloh taolo mas'uliyatni ham qoqiltirib qo'ymasin. Endi yaxshilikni kushandasi ham ko'p. Shayton dod deydi. Va shaytonni vasvasasiga labbay degan odamlar bunaqa ishlarda orqasida ko'p hasad qiladi, zarar yetkazishga keladi, lekin imtihonda hech qachon cho'chimaslik kerak. Har xil tuhmat ham bo'lishi mumkin. Lekin bir-biringizni ichingizda bir-biringizga yelkadosh bo'lib turishingiz, ixlosni yo'qotmaslik eng muhimi. Hatto taqilmagan ekan menimcha. Inshaalloh. Bugun sal savdamiz ozroq qo'yadi. Alloh xayrli barakatli muborak qilsin. Amin. Zo'ra topganmi? Yana bir savol beraman. Hozir Mehr 2020 dedingiz. Shuni faoliyat haqida qisqacha, keyin biz faoliyatimizda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Shundan ozgina. O'zi sizlardan o'rganishimiz kerak biz. Sal keyinroq ochildi. Mehr 2020 degan guruh Toshkentda Toshkent filiali sifatida ochdik. Bizda ham hozir yaqin 300 taga borib qoldi oilalarimiz. Asosan biz o'sha haftada yarim ikkiga bo'lib olganmiz. Yarim xonadonlardan xabar olamiz. Va o'sha guruhlarning ichida taxminan hozir 100 ga yaqin bolani ta'limi bilan shug'ullanyapmiz. Ularni o'qityapmiz, sport bilan shug'ullantiryapmiz. Kiyim-kechagi joy, boshqa narsalar harakatini qilyapmiz. Bizniki atak chechakroq, ya'ni endi boshlayapmiz. Lekin faoliyat kengayib boryapti. Qarshida bitta guruh ochildi. Mehr 2020 Qarshi, Navoiyda bitta guruh ochildi. Mehr 2020 bizni filial sifatida ochildi. Bir-birimizga anaqamiz yo'q, bosim o'tkazadigan, ya'ni narsamiz yo'q, lekin o'sha guruhni qanoti ostidamiz, birgamiz. Mabodo shu masalada bir muammo chiqib qolsa, yoningizdamiz degan ma'noda. Samarqand harakat qilyapti. Hozir Oltiariqdan bizga telefon qilishdi bolalar. Biz ham ochmoqchimiz deyishdi. Oltiariqda bor bitta guruh. U ham ochyapti. Endi bu guruhlarning hammasi aslida maqsadi bitta, yaxshilikka harakat. Saxovat guruhi ham o'zi aslida aynan shu maqsaddagi guruhlar. Andijonda hozir Muruvvat guruhi, balki ular ham bizni kutib o'tiribdi, ular bilan uchrashamiz inshaalloh. Toshkentdagi bu Qalb Amri Sardor Rahimxon ochgan. Inshaalloh bularning hammasida maqsadi bir. Alloh xayrli qilsin. Ba'zi o'rinlarda men o'rnimi yo'qmi aytib qo'yaveray. Tavsiya sifatida tajribada o'tgan masala. Guruhlarning ichida sizlar guruhsizlar va qanaqa ma'noda Telegram guruhinglar bor, u joyga bir-biri bilan maslahatlashing. Bir guruh o'shanaqa xayriya guruhi o'zi, yaxshilik qilish kerak bo'lgan guruh. Shart o'sha guruhga bittasi Sodiq Samarqandiyning ma'ruzasini tashab, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ilmsiz odam deb gap tashadi. Shuni tortishi bo'lib ketgan. Katta bitta xayriya guruhiga putur yetib qolishiga yozgan qo'ygan. Menga kelib iltimos qilishdi. Shu masalada yuring bir anaqa qilib keyin o'tirib gapirdim. Bu sizlar qilayotgan ish juda katta ish. Nimaga bunaqa fitna qilasizlar? Xo'p, yaxshi ko'rsang ko'raver. Nimaga bitta faoliyatni oyog'iga bolta urmoqchisan? O'zini samimiy xolis deydi. O'sha odam o'sha ichkarida xizmat qilib yuribdi. Lekin shunaqangi ixtilofdan ehtiyot bo'lish kerak. Ixtilof bor joyda barakat qochadi. Ixtilof bor joyda ish yurmaydi. Shuning uchun ichingizda ulamoyingiz bormi? Diniy masalalarda ulamoga murojaat qilish kerak. Tamom. O'zicha bitta gapni gapirib, u undoq, bu bundoq demaslik kerak. Men tarixni o'qib, juda hozirgi kunda ayni taxassusim shu. Hattoki imomlarga, ko'p noiblarga, boshqalarga, ya'ni raddiya guruhlari, ulamolar kengashiga ham hattoki shu suhbatlarni menga qiling deyishdi. Men astoydil o'rganib chiqyapman shuni. Islom ummatini birlashtirmaslik uchun ixtilofni qasddan tashlagan. O'sha ixtilofga labbay deb o'ynayotganlar
butun dunyoda 100 yildan beri o'sha salafiy deb atalgan odamlar. Qayerga qarang, islom ummatining ichida parokandalik bo'lsa, shularni urug'i bor. Hozir mana siz ijtimoiy tarmoqda bular ham kuzatyapti, bular ham mana qo'yib qo'yganman. Samimiy ko'rganlari hammasi duo qiladi, bizni duo qiling deydi. Shunaqa kallasida biroz tashqari islomga muxolif bo'lganlarning proyektiga kallasini arendaga berib olganlar kiradi, so'kadi. Haqorat qiladi. Bu haqoratidan iymonim komilki, menga zarari yo'q. U bechoraning o'ziga zarari. Bu qilinayotgan ishni miqyosi, darajati o'lchab bo'lmaydigan darajada. Alloh taolo buni hisobini o'lcholmaysan degan hadislarda keladi. Masalan, bir namozni qoyim qiling va uni ajrini hisoblamang degan ma'noda. Buni tafsirida ikki xil ma'nosi bor. Bittasi, siz o'sha namozni qoyim qilishlikdagi ajrni hisoblasangiz ham hisoblamaysiz degan. Yana bittasi, siz unga qoyim bo'lishlikda o'zingizni hisobingiz yetmaydi degan. Bu qilayotgan ishimizni ajrini, mukofotini hisobi yo'q. Lekin shuni ichiga kirib olib bir musulmonni haqorat qilib yozyapti. Demak, u musulmonning dushmanini xizmatini qilyapti. O'shanga qattiq e'tibor berish kerak. Musulmon ummat birlashib turibdimi? Shu birdamlik ne'mat shu. Ittifoq ne'mat, ixtilof azob. Buni mahkam ushlash kerak, ulamolarga suyanish kerak. Qolgan masalalarda inshaalloh ixlos, muhabbat davom etaveradi inshaalloh. Alloh ajr bersin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا محول الحال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Parvardigoro bizlarning qalblarimizga qo'rquv ato et. Shu qo'rquv bilan, san bilan oramizdagi gunohlardan to'silaylik. Parvardigoro qalbimizga san bir ulkan muhabbat ato et. Muhabbat bilan sening jamolingga yetguncha xizmatda bo'laylik. Parvardigoro bu birodarlarimizni saxovat guruhining qilayotgan ishlariga o'zing barakotlar ber. O'ylamagan tomonlaridan Xudoy taolo bularni o'zing quvvatlantir. Ulkan ajrlar bilan Xudoy taolo o'zing mukofot bergin. Dunyodagi ishlariga zafar, oxiratdagi ishlariga ulkan darajatlar ber. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan hamroh bo'lishimizni Xudoy taolo o'zing nasib qilgin. Butun ummatni Xudoy taolo o'zing mazlumiyatdan chiqargin. Zolimlarga o'zing kifoya qilgin. Ummatning izzatini qaytarib bergin. Dunyoda Parvardigoro yuzlarimizni yorug' qilgin. Dushmanning hiyla, makr, fitnalaridan omonda qilgin. Agar bir qavmga fitnani iroda qilsang, bizlarni maftunlardan qilgin. Va sallallohu va sallama ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ustoz xosatan o'sha tillo bergan ayollarga qo'shila olmadi-ku. Alloh taolo qalbida iymoni, ixlosi yuksak bo'lgan, bunday xayriya ishlariga imkon darajasida xizmat qilayotgan opa-singillarimizni qalblaridagi iymonlarini muborak qilsin. Sahobatlarini o'rnini ulkan ajrlar bilan muzohaf xayru xalat bilan bizni to'ldirsin. Qilayotgan ishlarining oqibati samarasidan, farzand zurriyotlaridan ulkan ahli ilmlar, diningga xizmat qiladigan, ummatning ichida ulkan xizmatlarga muvaffaq bo'ladigan zurriyotlar bilan mukofotlaydi. Barchalarimizni Xudoy taolo shunaqangi yaxshi ishlarda qadamlarimizni sobit qilsin. Va sallallohu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Saxovat. Mehr ustiga saxovat o'rnashtirdi. Hadi canım, çıkıyor.
yaxshi e'tiboringiz. Rahmat.